IM zo'r, internet zo'r, lekin telefoni. Yo'q aka. Bugun 30 FPS da o'ynaysan. No, God, please, no! Agar sen ham shunaqa azob chekkan bo'lsang, bu video sen uchun. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun PUBG da telefon aybdormi yoki qo'limiz egirmi? Shuni aniqlab beradigan eng kuchli smartfonlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi telefon Asus ROG Phone 9 Pro. Bu telefon PUBG ni o'ynamaydi. PUBG bu telefonda o'ynaydi. 165 Hz ekran, ko'zingiz ham hayron. Snapdragon 8 Elite. Dushman hali chiqaman demay, sen allaqachon loot qilyapsan. Qizib ketadimi? Yo'q. Like bo'ladimi? Yo'q. Bahona qoladimi? Yo'q. Keyingi telefon iPhone 16 Pro Max. Bu telefon shunaqa ishlaydiki, PUBG aytadi. Bo'ldi aka, siz nima desangiz shu. FPS tushmaydi, grafik chiroyli, hammasi sokin. Faqat narxiga qarab, yuragingiz biroz damage olishi mumkin. Samsung Galaxy S25 Ultra. Hamma ishni qiladigan telefon. PUBG o'ynaysan, video ko'rasan, onang qo'ng'iroq qilsa, baribir ko'tarasan. Ekrani katta, ranglari zo'r. Ammo bilib qo'ying, bu telefon men ham gaming fonman demaydi, lekin PUBG da uyaltirmaydi. Red Magic 11 Pro bu telefon emas, mini ventilyatorli hayvon. Touch tezligi shunaqa balandki, sen bosdingmi yo'qmi, o'zi sezadi. Qizib ketadimi? Yo'q. Chunki ichida tornado esib turibdi. E-sportchilar uchun ol va bahona qilma varianti. iQ Neo 10. Cho'ntakni yig'latmaydigan, lekin PUBG da yig'latadigan telefon. 144 Hz ekran, kuchli protsessor. Narxiga qarab qarasang, shuncha ishni qilyaptimi deb hayron bo'lasan. Xullas do'stlar, ROG Phone Pro Gamer bo'laman, bahona qidirmayman deganlar uchun. iPhone sokin, stabil, lekin hamyon biroz yig'lasin deganlar uchun. Samsung Galaxy S25 Ultra. PUBG ham, hayot ham bitta telefonda bo'lsin deganlar uchun. Red Magic, bahona yo'q, faqat kel, faqat rush deganlar uchun. IQ pul yo'q, lekin g'urur, FPS va skill bor deganlar uchun. Agar sen ham PUBG da yutqazib, telefon qotib qoldi aka degan bo'lsang, like bos. Kommentda qaysi telefon seniki ekanini yoz. Kanalga obuna bo'lishni unutma. Keyingi videoda ko'rishguncha.